Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bizning Shuhratus YouTube kanalimiz ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Kelar mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon chorva bozoriga yetib kelamiz. Bu yerda olinayotgan, sotilayotgan narx-navolarni olib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga yoqayotganmiz, kanalimizga bittadan like bosib akalar. Ozgina podpishka qilsalang, xudo olsa kuchayib ketamiz degan umiddaman. Qani bo'lmasa bularni bir qator ko'rsatishni boshladik. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Qaysi bir savdo? Qancha bo'lyapti savdosi? 16 million aka. 16 million so'mga kelashini savdosi bo'lib turgan joylari. Ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Oyoq qo'llari, polvon variantlari. Ular kimdan ekan? Ular sizlardan to'g'ri? Narx-navolar qanaqa ekan? Men telefonga chiqib mahmukat. Mana chiqsam bitta. Ular narx qanaqa ekan to'g'ri? 20 million kam bor deyapti. 20 milliondan kami bor. Ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bozor qancha qilyapti? 18 qilyapti. 18 million so'mdan kelar savdosi bo'lib turgan joydan. Telefon nomerlarini qolsamizmi? Telefon nomeri 94 172 0042 0042 akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarni kelishtirib, dastavkalar bor. bor. Dastavkalar bor, aytilgan raqamlarga telefon qilsalaring, ishlang bitadi. Ular bir qator ko'rsatib o'tishni boshladik. Kimdagi mana shunaqa metal deyishim, Grenford deyishim, mash zot yo'nalishiga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, o'shalarga tavsiya qilib ketamiz. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring bo'ldi, narxlarni kelishtirib beriladi. Qancha deyapsiz buni? 19 million so'mga kelar kam bor ekan. Bozor qancha qildi? Ha, savdosi bo'lmabdi hali. Buni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari 1.15 plus atrofida. Xunojin so'ragan akalarimiz uchun buni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ana endi obunachilar bu yo'q o'sha yemlangan muqa deyishimi, taroziga deyishimi, hammasini narx-navolarni olib beramiz. Bu yerda mana bunaqa gigant buqa so'ragan ishqiboz akalarimiz uchun bularni ham bir qator ko'rsatib o'tishni boshlaymiz. Zot yo'nalishiga deyishimi, hamma turidan bor. Ular kimdan ekan? Aka, ma'mul yechilib bo'ylab o'ringlar. Kelar buni egasi yo'q ekan. Bularni ungacha biz bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yemga tayyor gigant variantlaridan. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Qaysi bir savdo bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? 36 million so'mga kelashini savdosi bo'lib turibdi ekan. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Shivat variantidan so'ragan oyoq qo'llari polvon variantlari ekan. Akalar oyoq qo'li uzun deyshadi, lekin mana shunaqa oyoq qo'li kalta bo'lsa ham lekin go'shtni qiladigan variantlar ekan. Buni bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Ana endi bu yo'q o'sha kilaga keladigan qo'llarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Buni narxi qancha ekan? Narx qancha? 40 million so'mga kelar kam bor ekan. Shuhratus. Yangisimi? Ha, yangi. Yangisi yo'q. Bularni bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Shunda kimga mana shunaqa buqalar kerak bo'lsa, manzalamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon chorva bozorida yemga tayyorlari, yemlanayotgan variantlardan ham bu yo'g'i ko'rsatib o'tishni boshlaymiz. Qani bo'lmasa bularni zot yo'nalishiga deyishimiz, go'sht yo'nalishiga deyishimiz, hamma turi bor. Manzalamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon chorva bozorida. Bu buqa kimdan aka? Kelam, bo'ylari ham shu yemlangan variantlar. Bo'ylari 1.50, 1.60 plus chiqib qolsa ham kerak. Buni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Sizlardan to'g'ri? Uyg'oni egasi yo'q ekan. Kelar buni bir qator ko'rsatib o'tib ko'ramiz. Shuni xom taxmin klassini bilgan akalar, xom taxmin klassini kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bu buqaslardanmi? Mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Akalar, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon chorva bozorida turibdi. Bu buqalar kimdan ekan?
To'g'a ulasizlardanmi? Ularda bir qator ungacha ko'rsatib o'tamiz. Ular narxi qanaqa ekan? Narxi 60 ming bo'lib turgan. 60 ming keladi taroziga. 6 ming so'm sonra eshitdi biladi. 50-60 so'mdan keladi taroziga so'rashyapti Bu ekan. bozorga kisho tushib ketdi. Narxlar tushmoqda. O'ta tushib ketdi. Telefon nomerlarini qoldiramizmi? Yo'q, qoldirmaymiz. Seni sotib ketdi. Bozorda sotilib ketadi. Sotib ketdi. Hammasi ishda sotamiz. Bitta pul saramiz ketamiz. Ularni bir qator ko'rsatib o'tib qo'yamiz. Akili 50-60 so'mdan keladi taroziga savdosi bo'lyapti ekan. Narx-navolar Shohidon bozorida tushmoqda. Qani bo'lsa bu yoqni ko'rsatishda davom etamiz biz. Akalar, videomiz davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz deb bugungi videomizga yakun yasaymiz. Agarda kimda kimga ana shunaqa zotli buqa deysa, qanaqa buqa kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati Turoqron tumani Shahidam Chorva bozorida turibdi. Kanalimizga bittadan like bosib, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun do'stlarga foydalanishlar qilib, kanalimizga bittadan obuna tugmasi bor. O'shani bosib qo'ysalar, kanalimiz rivoji uchun ozgina foydalaning degan bo'ladi. Qani bo'lmasa bugungi videomiz davomida xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz deb bugungi videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizga bittadan like bosib, obunani bosib ko'rasizlar.